Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilar. 2026-yilda Apalavka, Lesa, undan tashqari Kolonna, mana bunday Kolonna Apalavkalarimiz, monolitli stoykalarimiz mana har xillaridan bor ekan. Monolitli stoyka Lesalarimizni balandligi 2 metrlik va balandligi 1 metrliklar. Apalavkalarimiz eng kichkinasi 27 santimetrdan, sisma apalavkalarimizdan tortib katta kichik 1 metrgacha hammasidan bor ekan. Zakazga chiroyli qilib beriladi. Manzil Farg'onani Bag'dodida bo'lyapti. Qaranglar. Samarqandga hozir dastlab ko'p chiqib ketyapti. Apalavkalarimiz, Lesalarimiz cheklanmagan miqdorda. Qurilish qilyapti turgan, arenda biznes qilaman degan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli holatda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Samarqandga ketyapti turgan apalavkamiz mana akalarimiz kampiga olishibdi. Xudo xolasa egalariga sog' salomat yetib olsin. Videoga bittadan like bosib tursinlar. Hozirgi kunda Lesalarimiz, apalavkalarimiz narxi necha pul bo'lyapti deganlar uchun sizlarga chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Shopir akamizga ruxsat berdik, biz endi yurishni boshladik. Qadrdonlar, videomizni boshladik. Mana shu yerda, mana shu apalavkalarda, Lesalarda razmerga qo'yib kesadigan akamdan ma'lumot olaman. Sababi bu yerda boshqaruvchi akamiz ish bilan, zakaz bilan chiqib ketib qolibdi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Tajribali. Yaxshimisiz aka? Charchamasiz? Qadrli a'zolari. Aka, bizda hamma yo'q, nima deydi? Lazer, gip, hamma yo'q borligi uchun narxlar arzon, a? Arzon. Hamma yo'q o'zimiz qo'limizda ishlab chiqariladi. Hozir bu nimani keshyapti aka? Bu monoparatga rama kesyapti hozir. Narginda Lesaga quloqchalar kesilyapti. Bu yerda qo'shimcha misol ustakalarimiz keladigan bo'lsa, qo'shimcha ishlarni ham qilib berasizlar, kesish, albatta. Ba'zi xizmatlari bor, a? Ustakalarimiz hozir ozgina dam olyapti. Bu yerda ishlash jarayonlarimiz. Xo'p, bular 1 metrliklarmi? 1 metrli apalavka, 60lik Lego. Bular hammasi Lego apalavkalarimiz. Lego apalavkalarimiz. Lego apalavkalarimiz. Materiallarimiz 208 Aha. material. Profillarni o'zimiz 208 listdan bukib qo'yganmiz. Mana shu zo'r bo'pti aka. O'zini qalin listdan bukib qo'yibsizlar. Mustahkamligi oshadi. Mustahkamligi oshadi. Hamma yo'q o'zimiz qo'limizdan chiqadi. Hozir narxni aytadigan bo'lsa, u yoqda bormi? Yo'g'ini shu yerda aytib ketaylik. Bu yerda Legolarimiz shu yerda. Shu yerda ketaveramiz. Shu yerda aytib ketsak bo'laveradi. Legolarimiz 1 hozir metrli Lego apalavkalarimiz 14 million so'mdan. nechiligi bu? 1 metrli Lego. 1 metrli Lego. 1 metr. Har bitta 8 tadan bo'ladi komplektida. To'siqlari, plankalar, o'qlari ham yo'qlar qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Hamma yo'q ekan. 60lik Legomiz. 60lik. Bu Legomizda 5 xil, 4 xil funksiyada beton quysa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, kolonna, fundament, kolonna, regl, ikkinchi qavat quygani ham qulay bo'ladi. Qulay bo'ladi. Albatta. Aha. Bu 60lik. 60lik Legomiz narxi uzunligi 18 metr bo'ladi. 18 metr bo'ladi komplektida. Burchagi, o'qi, hamma yo'g'i bo'ladi. Ikkita burchak, har bitta 8 tadan bo'ladi. 2 metrligi, 1,5 metr, 1 metr. Narximiz 9 million 500 so'm, 9 million 500 mingdan. Aha. Bunisi 1 metr, bu nechi bu? Bunisi ham 1 metrli. 1 metrlik, a? Bu yerda 80 santimetrli Legomiz bor. 80? 80lik. 80ligi narxi 11 million 500 ming. Komplekt holat. Komplekt holat. Mana bu 1 metrligimizchi? 1 metrli 14 million so'm. 14 million so'm. Hop, endi o'sha nimaga boramiz? Bu yerda Lesalar bor. Apalavkalar bor. Hop. Apalavkalarimizni aytib olsak, keyin Lesalarimizni aytib chiqamiz, ha? Paddonni qo'shimcha olaman deganlarga qo'shimcha sotilaveradi, ha? Qo'shimchalar sotilaveradi. Alohida sotilaveradi. Juda ham zo'r. Hop, chempion apalavkamizmi? Chempion apalavkalarimiz 50lik. 50lik. 50lik apalavkalarimiz har bittasi 8 tadan bo'ladi. Komplektida to'siqchlari, o'qlari ham yo'q qo'shib beriladi. Siyomlik. O'qlari, bolkaka hamma bo'ladi. 50lik chempionimiz 7 million so'mdan chiqarib beryapmiz. Aha. 60lik apalavkalarimiz bo'lsa 8 million 600 mingdan. Bunda ham hammasi to'siqchlari, burchaklari ham yo'q. Tayyor bo'ladi. Aha. Sisma apalavkalarimiz. Sisma apalavkam ne santimetr? 30ligi. Aha. 30ligi, uzunligi o'sha 500 ming. Bu ham 18 metr bo'ladi. Har bittasi 8 tadan bo'ladi ulardan. 3 million 500 mingdan. 3 million 500 ming 30lik, ha? Aha. Bu 27ligimi? 27ligi. Hop, buni narxi necha? 3 million so'm. 3 million so'm, ha? Juda ham zo'r. Endi mana bu yerda monolitli stoykalarimiz bor. Stoykalarimiz 2 xil, 3 xil. Necha puldan? 2,5 metrdan 4,5 metrgachaligi. O'sha balandligi 2,5 metrdan 4,5 metrgacha chiqadi.
230 ming so'm. Aha. Kaltasi 180 ming so'mdan. Kaltalari 180 ming. Kaltalar. Aha. Mana bunda nimalarimiz? Kolonnalarimiz ham bor. Kolonnalar. Ular ham bor kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Aha, kelishilgan holda qilib beriladi. Tayyorlab berilaveradi. Xo'p, lesalarimizni tika turgan holatidan ko'rsating. Lesalarimiz tayyor. Mana bu yerdan ko'rsatinglar aka. Tika turgan holati mana. Ikki xil variantda, to'g'rimi aka? Aha. Balandligi 2 metr, 2 metr va 1 metr. mana 1 metr. 1 metr. 1 metrligi nechi bor? 1 metrligi lesalarimiz 520 ming so'mdan. 520 ming so'mdan. 2 metrligimiz 650 mingdan. 650 ming 2 metr. Balandligi 2 metr. Qaranglar, ikkita oyog'i, ikkita X kashshagi, bitta podon bo'ladi komplektida. Mana bunisini ham ko'rib oling. Agar menga qo'shimcha podon yana keraksa, qo'shimcha olaverasizlar. Kraskalangan tayyor holatda bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi akalardan, Manzil Farg'onani Bag'dodidan ko'ryapsizlar. Birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalardan bo'ladi. Videoga like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Mahsulotlar hammasi yangi listlardan, yangi materiallardan foydalanadi, to'g'rimi? Albatta. Yangi tubbalar, yangi lesalarimiz. Aha. Materiallari ishonchli. Ishonchli. Stenasi 1.7 mi? 1.7. Apalavkalarimiz 208 hammasi. Apalavkalarimiz 208 bo'ladi. Listlarni ko'rasizlar, hammasi yangi. Katta sexdan videoobzor qilyapmiz sizlar uchun. Menimcha ma'lumotlar bo'ldi. Yetarli. Qisqalonda eng asosiysi nomerni qoldiraman, batafsil ma'lumot olishaveradi. To'g'rimi? Telefon qilishib. Mana shu akamizning mehnatini qadrlab, shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh.